Bolgarka Rugulovka skorostlik maketda yozilgan polni komplekt 2000 rubl narxi 5 sotishdi. Shu naborlar komplektda polni 2500 rubl. Buni suvga ham ishlaydi. Aynan kameraga aynan YouTube'ga chiqib qoladi. Ayting qayerdan salom deb qo'ying. Birinchida Tojikistonliklarga. Kesda lekin qo'y, Xorazmga ham borib beramiz. Kanvay firmamizdan mana kачествоga вообще zo'r. Buni mana filtrga e'tibor bersangiz, polni kачествоni Turpayurt 5 shotishni maketda yozilgan variant. Bu original maket bo'lmaydi. Narxi 2000 rubl. Fikrlaringiz kommentariyaga yozasizlar. 5 shotishni zo'r. Do'stlar, shuncha olib ishlatyapsizlar. 3500 rubl komplektda. Bu mana bitta joyini aytib ketamiz. Shu mana bu yopishtirilgan, original bo'lsa quyilgan bo'ladi. Adashib qolmangizlar. Shu bilsin, boshqalarga ham jo'natib qo'ying. Narxi bu perforator 3500 rubl, 3500 ga arziydi. Buni kimdir 10 mingga, kimdir 8 mingga olib qo'yapti ekan. Mana bular ham yopishtirilgan. 50 litrli kompressor narxi 10 ming rubl. Firma Ganta. Kalisoda mana shunday maslinli kompressor. Assalomu alaykum aka-ukalar. Yangi tovarlarimiz kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalga podpiskani bosib qo'ying. Qarang. Sharafdan boshlaymiz. Narxi, sirali narxini aytib o'tay, 7000 rubl. Pilososi o'zida, shlang o'zida, mishogi o'zida, 6 ta ichida shukurkasi bor. Polni komplekt, burgulovka оборот, подсветка. Narxi 7000 rubl. Aksiya bo'lgan. Agar harakat qilib olib keldik, kimga nasib qilgan bo'lsa, ko'p emas, o'zi kачествосini bilish uchun 10 dona olib keldik. O'zimizga ma'qul bo'ldi, xudo qolsa yana olib kelamiz. Narxi 7000 rubl. Endi arzon bolgarka so'ragan aka-ukalarga bez garantiya. Shu bolgarkamizni olsangiz, garantiyasi shu eshikdan chiqqancha 2000 rubl bizga kelib. Azondan, Valbrisdan top 2000 rubl sizlarda yo'qmi? 2500 deyapsizlar. Biz 2000 ga qo'yamiz mana. O'sha bolgarka Rugulovka skorostlik maketda yozilgan polni komplekt 2000 rubl narxi. Keyin yangi shurpavyotimiz kelgan. Yangi shurpavyot 5 shotishni. Shu naborlar komplektda polni 2500 rubl. Buni suvga ham ishlaydi. Kimdir ish olmasa ishlatib ko'rsatish mumkin. Aynan kameraga aynan YouTube'ga chiqib qoladi. Ayting qayerdan salom deb qo'ying. Birinchida Tojikistonliklarga. Kesda lekin qo'y, Xorazmga ham. Keyin Avzor qilganingizga keldim. Akam qo'ymayapti. bo'ldi aka. Rahmat. Shurpavyurt 5 shotishni maketda yozilgan variant. Bu original maket bo'lmaydi. Narxi 2000 rubl. Fikrlaringiz kommentariyaga yozasizlar. 5 shotishni zo'r. Shotki 150 samolyot spokойно tortadi. Keyin xuddi shu variantning devolt yozilgan varianti. Bu ham 2000 aksiya qilib qo'yib qo'yamiz. Komplektda 2 ta akkumulyator. Mana shunday chamadonda. Mana shunday. Endi bo'sh perforatorlar tugab ketgan edi, e'tibor beramiz. Bo'sh perforatorlar 228. Ishlatganlar kommentariy yozasizlar, shuncha olib ishlatyapsizlar. 3500 rubl. Komplektda bor pika. Keyin 3000 ga bor. Komplektda mana shu perforatorning o'zi tamom. Buning narxi 3000 rubl. Endi maketa so'ragan aka-ukalar, shuni maketaning podelkasi yo'qmi degan mana. Bu mana bitta joyini aytib ketamiz. Shu mana bu yopishtirilgan, original bo'lsa quyilgan bo'ladi. Adashib qolmangizlar. Shu bilsin, boshqalarga ham jo'natib qo'ying. Narxi bu perforator 3500 rubl, 3500 ga arziydi. Buni kimdir 10 mingga, kimdir 8 mingga olib qo'yapti ekan. Mana bular ham yopishtirilgan mana. Olib ko'rsatamiz, biz aytamiz. Bizda original ham bor, podelka ham bor. So'ng uchun rovna qilib yopishtirishadi buni. Hech kim ajratolmay qoladi bunday qilib, rovna qilib, mana kodlar, artikullar bor deydi, original deydi. Japon 2008-yil chiqqan deydi. Mana bergan nakleyka yopishtiriladi. Original deb 10 mingga ham sotadi. Original narxi 15 ming, 14 ming rubl. Buning narxi 3,5 mingga olsangiz arziydi. 3500 rubl. Keyin tugab ketgan qolmay qoldimi lazingiz degan aka-ukalar. Keldi yana 200 dona keldi. 3200 rubl shu eski narxda, yana shu narxini tushirib qo'yganmiz. Mana komplektda oyoq bor, 2 ta akkumulyator, polni komplekt, pultdan ishlaydi, telefondan ishlaydi. Keyin sabz turadigan ham keldi, tugab qo'ygan edi mana. 4500 rubl. Mana 4500 rubl. Ichida yana zapas 2 ta nasadka bor, o'zida bitta nasadka, o'pshi 3 ta nasadka bo'ladi. Mana shunday kattasi 4500 rubl. Keyin moshina nasos kelgan. Bizda moshina nasos kelgan 2,5 ming rubl narxi. Keyin hozir buning davomini ham aytamiz. Bizda mana ancha vaqtdan beri yo'qolib ketgan rasborni ishlangan
4,5 metr balandligi 2500 rubl. Lazer komplektda yo'q aka-ukalar. Mana shu polni lazerdan boshqa mana shu yerdan boshlab polni komplekt 4,5 metr, yana bir ikkita palkasi bor. Biri 10 bo'lib qoladi. Shunda yig'ilib kiradi, bir-biriga rez bo'lib qotib ichidan chiqadi. 4,5 metr, 2,5 ming rubl, oldin 3,5 ming, 3 mingga sotganmiz. Buni ham aksiya qildik. Faqat videoga like bosib tarqatib qo'ying, podpisatsiya qiling. Endi nasozimiz moshina 2000 rubligi ham bor. Bu moshina bo'lgani uchun 2,5 ming, ikkita portion garantiyalik. Keyin mana bu 1600 rublga mana bunday chaynaklar kelgan moshina, mana. 1300 rublga ham bor. Fen har xil. Keyin mana yangi fonarklarimiz keldi, ko'kalar. Mana bu yangi, mana bunisi. E'tibor beramiz. 1,5 ming rubl. 1,5 ming rubl. Komplektda samый главный mana. O'zida fonarik. Powerband o'zi telefonga zaryad beradi, mana. Mana shunday shurpoyotning batareykasida batareyka. Zaryadga bir to'ldirib olasiz, keyin o'zi ham fonarik bo'lib yonib turadi, mana. Rang har xilda bo'ladi, o'zgaradi, baland bo'ladi. Buni komplektida e'tibor beramiz. Buni komplektida rangi har xil bo'ladi. Panel bor. Buni komplektida panel bor. Quyoshdan zaryad oladi. Shu panel bilan qo'shib 1,5 minglik varianti ham bor, mana. Keyin mana 1800 lik varianti ham bor. 1800 rubllik varianti ham bor. Blenderlarimiz keldi aka-ukalar. Yana tugab ketgan edi. Muyassar rubkalar ham tugagan edi. Kecha yana olib keldik. Narxlari buni ko'p Telegramga o'zi joylashtirganmiz. Telegram silkasi kommentariyada bo'ladi. Keyin bizda yana yangi naborlar kelgan. Kompressor keldi aka-ukalar. E'tibor beramiz, kompressor. 50 litrlik kompressor. 50 litrlik kompressor narxi 10 ming rubl. Firma Ganta. Kalisoda mana shunday maslinli kompressor. 50 litr 10 ming rubl. O'tgan yil ham olib kelganmiz. Bu yil endi keldi. Chotka. Komplektda lekin pistolet ishlama bo'lmaydi. Kompressorda o'zi. Endi Resanta so'ragan aka-ukalar YouTube'ga ham aytib qo'yaylik. 197 ming, 228 ming, 160 imiz bor. Bu yerga qo'ymabdi. 160 imiz 5,5 ming rubl. Yana Ubayda aytganmiz. Ubay 7 ming rubl bor. Keyin 220 lik Johnson ham keldi. Kimdir kommentariy yozdi. Johnson kelmadimi? 220 keldi. Narxi 9 ming rubl. Bizda keyin yangi kelgan benzopilalarimiz bor. Yangi kelgan, e'tibor beramiz. Canvay firmamizdan mana kачествоga вообще zo'r. Buni prostoy emas, komplektda svecha, filtrlar, zapas. Mana yoz harakat qilamiz ochiq ko'rsatishga. Bu filtrga e'tibor bersangiz, polni kачествоni необычный kачествоsi garantiyasi bor. Plastmassalar ham polni zo'r ishlangan. E'tibor beramiz. Zo'r. Narxi 9,5 ming rubl buni. Keyin 8,5 mingga mana bunday kim oldin biladi? Echo Olyamak benzopilalardan mana shunday kачествоni 8,5 ming вообще zo'r, удобно. Endi 8 mingga bor. 8 mingga bor. 11,5 ming moshina, mana boshqa turlar. Krok benzopilalarimiz ham kelgan. Knopkalik bor. Arzon yo'qmi degan aka-ukalarga arzon ham bor. 4500 rubl. Ubay brendimizdan keyin seplar kelgan. Mana seplar 800 rubl. Yaxshi kачествоli seplardan ham kelgan. Kimdir olmoqchi bo'lsa, mana bor. Har xil razmer. Shuni polni mana shu Canvay firmadan. Keyin bizda mana bunday 1,5 ming rublga utuklar bor. Keyin mana 3 mingga bor. 3,5 mingga bor. 5 ming, har xil variantlar ko'p. Akkumulyatorlik bor 6,5 mingga. Kimdir qiziqsa mana polni perchatga qaychi. Bulardan ham bor. Endi mana. Keyin mana bu naborlarimiz ham tugagan edi, keldi. Bu yerda mana yangilik mana bu. Buni 1000 rubllik varianti bor. Kачествоni olib keldik. 1800 rubl. Buni kачествоsi garantiyalik. Arzonsi 1000 rubl. Keyin mana galovkalar mana shu firmamizdan. Novi firma. Kungwinmi? Keyin mana naborlar. Katta boshqa naborlar kelgan. Mana 300 predmetgacha bor. Buni ham narxini Telegramga joylashtiramiz. Telegram silkasi kommentariyada bo'ladi. Harakat qil. Telegramga sirasi joylashmasa ham Telegramga joylashib boraveradi aka-ukalar. Trimmerlarimiz kelgan. E'tibor beramiz. Trimmerlarimiz 9 ming rubl, 10 ming rubl. Farqi bu benzinga masla aralashtirasiz. Mana bu toza benzin qo'yasiz. Masla отдельно, misol uchun
150 soat ishlagandan keyin masalasini almashtirish kerak. Tamam, bu что 150 bir sezon ishlaydi, keyin masala almashtirasiz. Trimmerlar faqat kачественный ko'kalar, lekin juda og'ir, moshni, qalin narsa deysin boshqa narsa. Disk komplekti, polni komplekt. Xuddi shu narsani o'zi ham kimdir noto'g'ri tushunmasin. 10 ming deysan to'g'ri. Bu firmani bunda kачество bor. Xuddi mana shu trimmerdan 5 mingga bor. Aytaveramiz, 5 mingga. Hozir yarim ishlangan, даже sabrat ham qilmaganmiz. Xuddi o'sha narsa, misol uchun sabrat qilsak, bu ham o'sha shtanga o'sha narsa 5 ming bo'ladi. Bunda kачество yo'q, bez garantiya. Просто trimmer maqsad trimmer olib olib borgandan keyin xuddi shu odam ishlamay qolsa, bu problema bo'ladi. Mana, keyin stabilizatorlarimiz 45 dan ko'taradigan 20 kilovat 30 ming rubl 45 dan tepaga qarab ko'taradi. Urovni 220 ushlab turadi, 15 kilovat. Stabilizator bilmaganlar tok ko'paytirib berayotgan tok kam joylarga, bu o'zimizlar hamma ham pashti biladi, kimdir bilmasa. 25 ming rubl 15 kilovati. Bu 45 dan ko'targan uchun 10 kilovatimiz bor, 95 dan ko'taradi. Narxiga kelsak 20 ming rubl. Stabilizatorlar ham polni kelgan, 5 kilovatligi ham bor. Rolf brendimiz ham bor. Keyin jiraflarning mana 10,5 ming, 10 mingga boshqa guruh, boshqa firmalar ham bor. Xullas, savollar bo'lsa, harakat qildik odamlarning ichida videoga olishga. Kommentariyada yozasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.